31-savolda rasmda uchburchakli to'g'ri prizma davlat sirtining yuzini toping. Hop, uchburchakli to'g'ri prizmani asosi to'rtburchak uchburchakdan iborat bo'lgani uchun Pifagor teoremasidan ABC uchburchakda BC tomonimiz 25 ga tenglik kelib chiqadi. Bilamizki, S to'la bu S yon va ikkita S asosga teng. Ya'ni S yonimiz asosining perimetri va balandlik ko'paytmasi va S asosimiz ikkita S asos. Endi ifodalaymiz. Asosining perimetri 24, 7, 25 yig'indisi hop 56 ga teng. 56 ko'paygan 20 plus asosining yuzi 24 kara 7 ni yarmi va undan 2 ta. Ikkalasi shunday qisqarib ketsa 1120 qo'shilgan 24 kara 7 168 yig'indisi 1288 ga teng. Bajo. Hop, A vektorini 32-savolda mana bu M, N, P vektori orqali ifodalang. Demak, A vektorimiz hop X ko'paygan M vektor, Y ko'paygan N vektor va Z ko'paygan P vektoriga teng. A vektori koordinatalari 1, 2, 3 barobar X ni ko'paytirsak demak hop X 0 qo'shilgan Y ko'paytirsak Y 0 Y va Z ko'paytirsak 0 Z Z. Demak, X ga Y ga qo'shganimiz 1 ga, X ga Z ni qo'shganimiz 2 ga va Y ga Z ni qo'shganimiz 3 ga teng. Qo'shib yuborsak X plus Y plus Z barobar 6 ga ikkitadan. 2 ga bo'lib yuborsak X plus Y plus Z imiz 3 ga teng. Bundan X imiz 0 ga tengligi, Y imiz Y plus Z 3 ga tengligidan X plus Z imiz 2 ga teng bo'lsa Y imiz 1 ga tengligi, Z imiz Y1 ga va Z 2 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, funksiya vektorimiz ikkita P vektor va bitta N vektorga teng. Ya'ni N vektor qo'shilgan ikkita P vektorga teng. Ajoyib. Quyidagi tasvirlarning qaysilari noto'g'ri? Noto'g'riligiga e'tibor beramiz. Piramida hajmi asosining yuzi bilan balandlik ko'paytmasining 3 dan 1 ga teng. Bu to'g'ri, chunki V barobar 1/3 S asos ko'paygan H. Bu to'g'ri birinchisi. Silindrning hajmi asosining yuzi bilan balandlik ko'paytmasining 3 dan 1 ga teng. 3 dan 1 kerak emas bu yerda, demak bu xato. Ikkinchisi, konusning hajmi asosining yuzi bilan balandlik ko'paytmasining 3 dan 1 ga teng. Konus hajmi ham piramida kabi 1/3 bo'ladi, demak bu to'g'ri. Shar hajmida hop 4/3 pi r kub bo'lar. Demak 4 bilan 3 o'rni almashib qolgan, bu ham xato. Asosining radiusi r ga balandlik h ga teng bo'lgan silindrning yon sirti yuzi pi r h. S yon 2 pi r h bo'lardi. 2 tushib qolgan, demak bu ham xato. Demak 2, 4, 5 xato. A javobi to'g'ri keladi. 34-savolda og'ma silindr. Hop, silindr hajmi so'ralgan. Demak, silindr hajmi S asos va balandlik ko'paytmasiga teng. Biz bu yerdan balandlikni topa olamiz. Ya'ni balandlik tashqi sohaga tushgan. To'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun hop 8 ilzosida 2 ga teng va mana bu 45 gradusli burchakda og'gan, ya'ni 45 gradusga teng bo'lsa, bu yoq ham 45 ga teng. X bo'lsa, bu yoq ham X. 2 x kvadrati 64 kare 2 ga teng. Pifagor teoremasidan x kvadrat teng 64, undan x teng 8. Demak, balandlik 8 ga teng. Asosining yuzi pi r kvadrat, ya'ni 4 pi ga teng. Endi hajm pi r kvadrat h, ya'ni 4 pi ko'paygan 8. 32 pi ga teng. A javob.
Hop, 35-savolda radiusi 6 ga tenglashadigan eng katta hajmli muntazam uchburchakli piramida yonib olindi. Piramida asosining tomonini yuzini toping. Hop, shart chizib olamiz. Va unga eng katta hajmli muntazam uchburchakli piramida. Mana bunday. Hop, piramida yonib olindi. Hop, endi radius, ya'ni balandlik tushiramiz birinchi va uni 3 bilan birlashtiramiz. Hop, mana bu uchburchak asosining aylanasini radiusiga teng bo'ladi. Ya'ni uchburchak asosiga tashlangan, asosidagi uchburchakka tashlangan aylanani radiusi. Mana bu h ga teng. Hop, agar mana bu joyi markazda bo'lsak, mana bu yer 6 ga teng. Jami h bo'lsa, h minus 6 ga. Markaz bilan buni tutashtiradigan bo'lsak, bu ham radius bo'lgani uchun bu ham 6 ga teng. Mana bu yerdagi hosil bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakda, ya'ni mana bu yerda hop, Pifagor teoremasi h minus 6 ni kvadrati qo'shilgan radiusning kvadrati barobar 6 ni kvadrati. Demak, h kvadrat minus 12h plus 36 plus radius kvadrat teng 36 ga. 36 lar qisqarib ketdi. Radius kvadrat barobar 12h minus h kvadrat. Muntazam uchburchakka tashlangan radiusi a taqsim ildizosi 3 ga teng, ya'ni a imiz r ildizosi 3 ga teng. Shu tenglikdan foydalanamiz. Hop, asosini yuzi, ya'ni x uchburchak a kvadrat ildizosi 3 taqsim 4. Hop, endi piramidani hajmi, eng katta hajmli degan uchun hajmini topamiz. V barobar 1 taqsim 3 s asos a kvadrat ildizosi 3 taqsim 4 va h. Hop, radius o'rniga, radius kvadratini a ni o'rniga endi mana bu tenglikni qo'yib yuborsak, barobar 1 taqsim 3 a kvadratimiz r kvadrat ildizosi 3 kvadrat 3 ga teng va ildizosi 3 taqsim 4 ko'paygan h barobar, shular qisqarib ketdi. R kvadrat ildizosi 3 taqsim 4 ko'paygan h. R kvadratning o'rniga endi mana bu tenglikni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, tenglik hop 12h minus h kvadrat ko'paygan h va ildizosi 3 taqsim 4. Hop, hosilni olib 0 ga tenglaymiz. Sababi eng katta hajmli degan uchun mana shuni funksiya deb eng katta qiymatini topishimiz kerak. 12h kub h kvadrat 12h kvadrat minus h kubni hosilasi 3 taqsim 4 ham bor. Hosilasi demak ildizosi 3 taqsim 4 24h minus 3 ta h kvadrat barobar 0. Hop, mana bu tenglikdan h barobar 8 ga tenglik kelib chiqadi. H 8 ga teng bo'lsa, hop, radius topamiz. 12 ko'paygan 8 minus 8 ning kvadrati barobar 96 minus 64 32 ga teng. Bu radiusni kvadratiga teng edi. Demak, radiusimiz 4 ilzosida 2 ga teng. Bundan a tomoni 4 ilzosida 2 ko'paygan ilzosida 3. 4 ilzosida 6 ga teng. Muntazam uchburchak asosining tomoni demak 4 ilzosida 6 ga teng.